Agar erkak turmush qurgunga qadar oyoqqa turgan bo'lsa, buni pluslari nimada? Birinchidan, o'ziga bo'lgan bahosi baland bo'ladi. Xohlaymizmi, yo'qmi, erkakni samootsinkasi bu jamiyatda egallagan o'rni va topgan puliga qarab belgilanadi. Ko'pchilik adashadi, erkakni samootsinkasini ayol qilib beradi, ayol ruhlantirsa u bo'ladi, bo'lmagan gap. Erkak o'zini daromadiga, o'zini natijasiga faqat o'zi javobgar. Buni ayolga yuklab qo'yish kulgili. Ayolning vazifasi u ta'minot olgandan keyin unga mehr, yaxshi gap, shirin so'z, ya'ni ayolning vazifasini bajarish. Endi o'ylab ko'ring, yetishmovchilik bo'lsa, uni xohishlari bajarilmasa, u xohlagan narsasini ola olmasa, qanday qilib bunaqa qiladi? Albatta bizda shunaqa narsaki, turmush qurgandan keyin farzandli bo'ladi. Toksikoz, vitaminlar, vrachlarga borishlar, hozirgi kunda bir farzand ko'rishni o'zi ham yaxshigina xarajat. Bolnitsa, kutilmagan chiqimlar, to'g'rimi? Bolaga pamperslar va boshlanadi g'idi-bidi. Shuning uchun hurmatli yigitlar, agar oilada gapim gap, hurmatim joyida, hamma narsam joyida bo'lsin desiz, albatta ahamiyat bering jamiyatda o'rningiz topishga, daromadingiz bo'lishiga va ayolingizni bemalol ta'minlaydigan bo'lganingizda oila qurishga.